Payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida ham sahobalarning ichida ba'zi bir masalalarda sahobalar o'zlari ijtihod qilgan holatlari bo'lgan. U bo'lgan ishlardan biri Payg'ambarimiz alayhissalom muborak hadislarida Bani Qurayza qabilasiga ketayotgan jamoatga dedilar: La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Qurayza. Asr namozini faqat Bani Qurayzada o'qinglar dedilar. Asr namozini hech kim o'qimasin, faqat Bani Qurayzada o'qisin dedilar. Jamoat Bani Qurayza tomonga qarab yo'lga chiqib ketdi. Yo'lda asr namozi bo'ldi. Shunda sahobalar ikki xil fikrga bo'lindilar. Ba'zilari asr namozini o'qiymiz dedilar. Ba'zilari yo'q, o'qimaymiz. Bani Qurayzada o'qinglar dedilar payg'ambarimiz. Ba'zilari yo'q, namoz vaqti kirdi, o'qib olamiz. Namoz vaqti kirsa o'qib olsak hech narsa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Bani Qurayzada o'qinglar degani tezroq boringlar degan ma'noda aytganlar. Degan tushuncha yuzaga keldi. Sahobalarning yarmi yo'lda asr namozini o'qib oldilar, yarimlari o'qimadilar. Bani Qurayzaga borib o'qidilar. Chunki Payg'ambarimiz alayhissalomning buyruqlariga itoat qildilar. Payg'ambarimiz hayotli davrlarida aytgan so'zlarni ikki xil tushunadigan sahobalar paydo bo'ldi. Yarimi bunday tushundi, yarimi bunday tushundi. Ular qaytib kelganlaridan keyin Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'radilar: Siz shunday dedingiz, yo'lda shunday bo'ldi. Bir jamoat o'qib oldi, bir jamoat o'qimadi. Bani Qurayzaga borib o'qidi. Qaysimiz to'g'ri qildik deb so'raganlarida Payg'ambarimiz alayhissalom ikkalasi ham to'g'ri dedilar. Yechim shu bo'ldi. Ikkalasi ham to'g'ri dedilar. Yo'lda o'qib olganlar asr namozi kirdi, o'qidi, namozni qazo qilmadi. Bani Qurayzada o'qiganlar buyruqqa itoat qilib borib Bani Qurayzada o'qidi. Ikkalasi ham to'g'ri dedilar. Ana bu voqeadan bilinadiki, sahobalar Payg'ambarimiz alayhissalomning hayotli davrlarida ham dinda nima ijtihod qilganlar. Masala chiqarishga harakat qilganlar. Hukm chiqarishga harakat qilganlar.